Bugungi mavzumiz algoritm turlari. Algoritm turlari 3 turga bo'lingan ekan. Chiziqli algoritmi, tarmoqlanuvchi algoritmlar va takrorlanuvchi algoritmlar. Biz chiziqli va tarmoqlanuvchi algoritmlarni ko'rib chiqdik. Chiziqli algoritm hech qanday shart tekshirilmaydi va tartib bilan ketma-ket bajariladigan algoritm hisoblanadi. Ya'ni chap tarafimizda boshlash, buyruq 1, buyruq 2, buyruq 3 va ya'ni tamom. Bu yerda biz boshlashdan so'ng amallarimizni ketma-ket bajarib ketamiz. Oddiygina ikkita sonni qo'shib 3 ga ko'paytirishni ko'radigan bo'lsak, ikkita sonni qo'shamiz birinchi amalimizda, ikkinchisida 3 ga ko'paytiramiz va keyin chiqaramiz. Xuddi shunaqa yoki oddiygina choy damlash algoritmini oladigan bo'lsak, bu chiziqli algoritmga misol bo'ladi. Ya'ni qanday? Birinchi suvni qaynatamiz, choynakka quruq choyni solamiz, undan so'ng suvni solamiz va dasturimiz tugaydi. Chunki choyni quruq suvni solganimizdan keyin bizga choy tayyor bo'ladi. Keyingi slaydimizga o'tsak, keyingisi bu tarmoqlanuvchi algoritm. Tarmoqlanuvchi algoritm bu ma'lum bir shartga ko'ra bir yoki boshqa shartga ko'ra amallarni bajaruvchi algoritm. Ya'ni qanday? Bizga boshlashdan so'ng qandaydir shart beriladi. O'sha shartga tegishli bo'lgan birinchi buyruq yoki ikkinchi buyrug'imiz bajariladi va so'ngra tamomga chiqadi. Ya'ni yo unisi yo bunisi tanlanadi. Biz tarmoqlanuvchi algoritmlarda if-else operatorlarini ko'rib chiqqandik. Ya'ni o'sha algoritmlarda tarmoqlanish jarayonini ko'rib chiqqan edik. Bu slaydimizda esa takrorlanuvchi algoritm. Takrorlanuvchi algoritm bu takrorlanuvchi jarayonlarni algoritmi bo'lib, n soni berilgan bo'lsa, amallar n marta takrorlanadi. Ya'ni uning sharti quyidagicha: boshlash n marta takrorlanish. Misol uchun 10 berilgan bo'lsa, keladi, buyruq bajariladi, yana qaytadi, yana va 10 marta takrorlangandan so'ng bu yoqqa o'tadida bu sikl orqali tamomga chiqadi, ya'ni tugatiladi dasturimiz. Ya'ni bu takrorlanuvchi algoritm. Keyingi darslarimizda takrorlanuvchi algoritmlar operator, ya'ni bizlar dastur kodlarini tuzib, ular qanday tuziladi, ular qanday sintaksisga ega, shularni ko'rib chiqamiz. Biz boshqa savollarga javob olamiz. Ya'ni algoritmlarni biz qanday ishlashimiz mumkin, qayerdan ishlaymiz algoritmlarni degan savollar tug'iladi. Algoritm o'zi nima uchun kerak? Algoritm bu birorta bir masalani hal qilish uchun, ya'ni dastur, programma yaratilayotgan jarayonda ham oddiygina birorta bir jarayon beriladi. O'sha jarayonni algoritmlar asosida hal qilib, ya'ni muammolarni yechishimizga to'g'ri keladi. Oddiygina chiziqli algoritmga misol bo'ladigan bo'lsak, shartlarimiz ketma-ket bajarilishi kerak. Bunda oddiygina CRM programmalarni oladigan bo'lsak, mahsulotlar qo'shiladi, ayriladi, yangi mahsulot keladi yoki sotiladi. O'sha jarayonlar, ya'ni qo'shilish, ayrilish, summa, narxlarni hisoblab berish, xuddi shunaqa jarayonlarni tushunsak bo'ladi. Shartga birorta bir shart beriladi, yo unisi yo bunisi, o'shanday amallar. Ya'ni realniy programmalarda ham bunday algoritmlar ishlaydi. Biz bunday algoritmlarni qayerlardan o'rgansak bo'ladi, algoritmlarni qayerda yechsak bo'ladi degan savolga letcode.com sayti mavjud. Ya'ni u yerda har xil turdagi algoritmlar, ya'ni string turiga mansub algoritmlar, integer turiga mansub algoritmlar yoki massivlar va hokazo shunga o'xshash algoritmlarimiz mavjud. Hozir esa letcode.com ga ochib ko'ramiz. Va mana letcode.com saytiga o'tib oldik. letcode.com saytiga o'tganimizdan so'ng problems bo'limi tanlanadi va hamma masalalarni ko'rib chiqamiz. Va bu yerda biz difficult bo'limida easy, ya'ni oson, medium, o'rta va hard, qiyin darajalarini ko'rib chiqishimiz mumkin.
Keyingi status bo'limida esa bizlar umuman ishlamaganimiz, ishlab javobini topganimiz, keyingisida esa harakat qilib ko'rganimiz chiqadi. Undan keyingisida esa arraylar, ya'ni massivlarga oid, stringga oid, hash table'ga oid, dynamic programmingga, matematik masalalar, saralash algoritmlari va hokazo shunaqa algoritm turlari mavjud. Bu yerdan tanlab qaysi turga mansubligini keraklisini tanlab ishlab ketishingiz mumkin. Yuqorida esa arraylar, misol uchun qancha misol mavjud ekan? 1309 ta, stringda 601 ta, hash table'da esa 456 ta va hokazo xuddi shunday tarzda ketgan. Xuddi shuncha tiplari mavjud. Ya'ni shu tipga oid qancha misol berilganligi ko'rsatib qo'yibdi. Buni yuqoriga bosib yoqib qo'ysak bo'ladi. Keyin esa algoritmni o'ziga o'tamiz. Hozir uni ustiga bossak algoritmga o'tadi. Va mana algoritmga o'tdik. Bu yerda konsola bor, ya'ni natijalarni tekshirish. Bu yerga qaysi tilda tanlagan bo'lsak, o'sha tilga kodni yozamiz. Bu yerdan tillarni tanlashimiz mumkin. C++, Java, Python, Python 3, C, C#, JavaScript, Ruby, Swift, Go va hokazo Kotlin bor ekan, PHP bor ekan va hokazo tillar mavjud. Keyingi bu tarafda esa misolimizning o'zi ketgan. Agar siz inglizchani tushunmasangiz, uni quyidagicha tarjima qilib olishingiz mumkin. Qanchani o'ng tugmasini bosib translate to Uzbek ga o'tkazsak inglizcha tarjima bo'ladi. Va mana tarjima bo'ldi. Biz shunga qarab misolimizda ishlashimiz mumkin. Va men bu misolni ishlaganman va uning ishlanishi quyidagicha ishlab qo'yibman. Bu ishlangan misolning kodlari turadi. Buning eng yaxshi tomoni, ya'ni siz algoritmda ishlay olmasangiz, sizga g'oya kelmasa, mana bu yerdan yechimlar bo'limidan o'tib, boshqa dasturchilar qanday yechganligini ko'ra olishingiz mumkin. Ba'zi bir boshqa saytlarda buni imkoniyati yo'q. Ya'ni siz bitta misolga to'xtab qolmaysiz, ya'ni davom ettirib ketaverasiz. Sizga g'oya kelmay qolsa yoki boshqa narsa bo'lmay qolsa. Men sizlarga mana shu letcode.com saytini tavsiya qilaman. Undan ro'yxatdan o'tasiz. Ro'yxatdan o'tib o'zingizga profilingizni shakllantirasiz. Bu yerda misol uchun hamma shartlari berilgan. Misolimizda. Bugungi mavzumiz shulardan iborat edi. Xayr, salomat bo'linglar.